10 dekabr O'zbekistonda nishonlay. Shunday tug'ilgan kunimga kelsin, do'stu dushman gapirayotgan kelsin, shunday yuzi yerga qarasin. To'g'rimi yo'qmi? Men sizlarga dardimni aytmayman-ku shu bugun. Mazza qildim. Iltimos. Boray, yurtimga boray, davlatimga boray. Ona yurtimga boray. Tuprog'imga, qishlog'imga boraman. Shaharlaringga bormayman, toshkentlaringga ham tegishmayman. Bir joylaringga borib tursizlar, haqlaringga ham yeb qo'ymayman. O'zim bundagina qishloqchamga boray. O'zim teritoriyamga boray. O'zim teritoriyamga boray. Teritoriyam. Kichkinaga teritoriyam. Kichkina. Bunday katta joy, bir joyda borib turib hokimi bo'lay, bir joyda borib turib viloyatning egasi bo'lay demayman. O'zim negina teritoriyam, mana boray o'sha. Borsa bo'lam. Bo'lam borsa. O'zimni pulimga sotib olgan. O'zimni mehrim tushgan katta bo'lgan. Kichkinagina qishloqchamga borsa bo'lam. Og'irligim tushmayapti sizlarga. Toshkent, Andijon, Vodiy, Voha, Samarqand yashayotgan odamlar sizlarga og'irligim tushmayapti. Uyimga borsa onamni bag'riga, otamni bag'riga, onamni bag'riga borsam bo'lam. Zaif deb o'ylamanglar. Bu narsadan foydalanmanglar. Men chin ko'ngildan sizlar uchun gapiryapman. Xalqim uchun gapiryapman. Bo'lammi? Bir 8 sutlik, 6 sutlikda qurgan uyga borsa bo'lam. Bir 6 sutlikda o'zim qurgan uyimga o'zim borsa bo'lam. Shunday borib turib uyimga borsa bo'lam. Zaif deb o'ylamanglar. Zaiflik joyi shu ekan, negativ yozamiz, ertaga ko'lni o'rtamiz, zaiflik qilamiz, o'ylamanglar. Prosta ko'ngilcha. Prosta borsam bo'lam. O'zim katta bo'lgan ulug' o'zga. Mahallamga borsam bo'lam. Qo'llanglar kelar xalqim. Shu yomon ko'rayotgan odamlarim shuncha yaxshilik qilsam ham yomonlik tiqib kelgan. O'sha yomon ko'rayotgan odamlarimga ham sizlar qarshilik qila olasizlar. Borolsam bo'lam. Men bir viloyat egasi emasman. Men bir davlat egasi emasman. Men kerak emas o'sha narsa. Men prosta o'zimni tug'ilib o'sgan, yashagan onamni bag'riga borsam bo'lam. Bo'lam yo'q. Yashab yuraman. Muammo yo'q.
Prosta vatanni sog'inaman. Oilamni sog'inaman. Kelib ketishdi 10 martalab. Onam hoji qildim, otam hoji qildim. Qarindosh urug'imni hammasini hoji qildim. Misol, o'zim qurgan uyimga borib, o'zim qurgan imoratimga borib, o'zim harakat qilgan, umrim ketgan. 20 yil yashagan, 25 yil mehnat qilgan vatanimga borib turib, shunga kerak borsam bularmi yo'q. Bo'lsin olmayapti. Borolmayman. Bormaya. Ko'rolmaysizlar. Hali ham meni ko'rolmaysizlar. O'sib ketganim, yutug'im, boshqam ko'rolmaysizlar. Ochig'i hamma video qilayotganlar hayron qolaman. Sardor unday, Sardor bunday. Sardor o'sha har bitta yomonligini orqasida 10 mingta yaxshiligi bor. Bir narsa borligi uchun yaxshilik qiladi. Sog'alang kerak emas. Hamma narsam zo'r. Xudoga shukr, zo'r. Battle o'ynay yutqizmaligim uchun uringlar. Rozi emaslardan. Ikki dunyo, bu dunyo, o dunyo. Akalar, opalar. O'zimni uyimga, o'zim qurgan uyimga, yoshligim o'tgan, umrim o'tgan, tuprog'ini o'pib katta bo'lgan joyga borsam bo'ladimi yoki men vatanni xoinimanmi? Men nima qildim? Nima yomonim tegdi vatanga? Men gunoh qilmaganman. Agar jinoyat qilgan bo'lganimda qamalishga ham rozi edim. Jinoyat qilgan bo'lganimda vatanga borib turib qamalishga ham rozi edim. Nohaq qamalishni xohlamayman. Nohaq. Tushunyapsizlarmi? Nohaq. Nima yomonlik qildim? Odam o'ldirdimmi? Haqqini yedimmi birovni? Birovni qizini zo'rladimmi? Birovni haqqini yedimmi? Birovni uy-joyga xiyonat qildimmi? Yo agoratiga tosh otdimmi? Zo'ravonlik qildimmi? Men real hayotda kimga yomonlik qildim? Men shaxsan men kimga yomonlik qildim? Keltirib beringlarchi, nima yomonlik qildim? Ehsonni pulni yegansan. Ehsonni puliga pul qo'shib berganman aka. Minnat qilmayman. O'zim ko'nglimdan chiqarib 10 million, 1000 dollar qo'shib hammasiga berganman. Yemayman. Valloh xalqni pulini yemayman. Menga ishongan xalqni, meni orqamda turgan insonlarning haqqiga ikki dunyo qilib, meni otam unday tarbiya bermagan. Meni otam unday tarbiya bermagan. Men unday inson emasman. Meni obrazim yomon. Kuldiraman, so'kaman, urishaman, boshqa qilaman. O'sha prosta vatanimga boray. Sog'indim, realni sog'indim. Yashayveraman 100 yil ham shu yerda. Va Alloh kilnis Alloh o'zimni o'ldirib yuboraman. To'ydim. Onam tursam, men nima uchun onamni yomon yaxshi ko'raman? O'sha aytgan gapim, qiz farzand bo'lsa nimadir sizlar eshitgansizlar. Men o'zimni oqlamayman. Aybim bor. Bir umr o'zimni kechirilmayman. O'zim mana shunday holatda, ichgan holatimda o'zimni oqlamayman. Prosta boshda nima deganman? Onasi uchun onasini itarib yuborgan, onasiga nohaqlik qilgan, onasiga yomonlik qilgan Sanosh degan qiz. Yomonlamayman o qizni. Prosta
O'sha qiz onasini itarib ko'rgan ertasi kuni, birinchi kuni bo'lmagan voqea. Birinchi kuni ulangan paytimiz bo'lmagan o'sha voqea. Ertasi kuni ulanganda aytganman. Kim edi u ayol? Yoshi katta ekan. Nima qilding u ayolga desam, onam shunaqa menga mehr ko'rmaganman. Onam senga o'xshagan TikTokka o'tirgan qanchiq bo'lgandan ko'ra, senga o'xshagan TikTokda o'ynashga mashina haromi bo'lgandan ko'ra, qiz farzand ko'rsam, musurni yashikka tashlab yuboraman, musurni qutiga tashlab yuboraman deb ba'zi bir deganman. Hammaga tegmaganman. Bironta shaxs yo bironta odam, bironta ayolga aytmaganman u narsani. Nima deganman tushunmayman. Zo'r, hayotdan nolish yo'q opa. Hayotdan nolish, hayot oldinda zo'r. Men zo'rman. Prosta mana 6 oy, 5 oy bo'ldi ichganim yo'q. Bunday holatda bu. Anchadan beri his qilganim yo'q. Haqqi emaslik, rostlik. Prosta o'zimni yurtimga borib, o'zimni vatanimga borib, sizlarga ko'mak berib, davlatimga foydam tegib, yurtimga foydam tegib, ancha insonlarga foydam tegib, ziyonim o'zimni gunohim. Ziyonim bo'lib o'g'irlik qilmayman. Yomonlik qilmayman. Misol gunoh qilmayman. Gunoh qilaman o'zim uchun, sizlar uchun qilmayman. Misol sizlarni bir jarlikka boshlamayman-da, qilmaganman shu paytgacha 7 yildan beri. Onamni sog'inaman. Onam har kuni ko'rgim keladi. Har kuni uyg'ongan paytim o'g'lim kechga uyga kechkirdingmi? Kompyuter xonada edik desa ham o'sha onamni sog'inaman.